Assalomu alaykum Shavkat Miromonovich. Men Andijon viloyati Andijon shahridan tadbirkor Isroilov Rafujonman. 1968-yilda tug'ilganman. Andijon shahrida tavallud topganman. 1996-yili yakka tadbirkor bo'lib, ish faoliyatimni tadbirkorlik bilan boshlaganman. Biz Andijonda shu tennisli kort qurilishi ochilib, shu yerda shunday sabab bo'lingan, shu yerda muzqaymoq ishlab chiqarish va muzqaymoq kafesini ochish bilan boshlaganman. Keyin prezidentimizning 1047 qarori bilan 2009-yilda biz xususiy tadbirkorlikdan mas'uliyat cheklangan jamiyatga aylandik. Ishxonani o'zimizning mablag'larimiz hisobiga, tadbirkorlik vaqtida topilgan mablag'lar hisobiga ishxonani tashkil etdik. Aslida boshlanishida bir yaqin 10 kishi bilan boshlangan ishxona tez orada faoliyatimiz rivojlanib, shaharda o'z o'rnimizni topganimiz uchun ishchilarimiz soni yaqin 7 yilda 100 ga yaqin bo'ldi. Ishchilarimizni taxminan 40 tadan oshig'i kollej o'quvchilari, kollejni bitirgan yosh yigit-qizlar. Har yili 20 tadan oshiqroq kollej o'quvchilari amaliyotni bajaradi. Yaqin 100 ta odam ish bilan ta'minlangan. Ishxonamizning asosiy faoliyati shirinlik, muzqaymoqlar ishlab chiqarish va qandolat mahsulotlari bilan shug'ullanamiz. Biz ishxonamizda 2015-yilda DSI tomonidan tekshiruvlar olib borildi. To'g'ri tekshiruvlar mobaynida bir qancha kamchiliklar topildi. Birinchi marta soliqqa buzar oid kamchilik bo'ldi bizda. Lekin shu tekshiruvlar mobaynida topilgan kamchiliklarni biz isbotlashimizga qaramasdan, bu yerda mening shaxsiy dividend pullarim bor edi. Bularni dividend pullari topilgan deb chiqdi. Boshqa kamomad mahsulotlari bor edi. Buni kamomad deb topildi. Lekin bu ayblarimizni ham bo'ynimizga olamiz, xo'p. Tekshiruvlar 4 oydan oshiqroq davom etdi. Soliqdan, viloyat solig'idan Doniyorbek qatnashdi. Tekshiruv mobaynida men bularga tushuntirdim, bu yerda yig'ilayotgan summalarni ishlab chiqarish hammasi kamchiliksiz bo'lmaydi va ishlab chiqarishda biror mahsulotlar bor. Bu yerda yaqin 30% mahsulot qaytib keladi. Bu narsalarni albatta savdoga chiqarmaymiz. Ular qayta ishlanmaydi. Bularni inobatga olgani yo'q. Bu yerda ko'p narsalarni inobatga olmadida, oxiri bizda topilgan soliqqa yetkazilgan 800 million zarar deb hisobladi, 806 million. Men aytdim, buncha hisob chiqmaydi. Bu yerda ko'p narsa noto'g'ri bo'lyapti. Bu yerda avtomobil transportlarimizni 4 yillik yonilg'isini hisobladi. Bularni men ishchilarni uylariga kech qolganda yeltib qo'yishlarini hisobga olib tashkil qilgandim. Bularni ham hisobladi. Bularni ishxonamizga sharoit qilganman, oshxonalar qurganman, modernizatsiya qilganman desak ham bo'laveradi. Albatta bularni ham hisobladi. Bu narsalarning hammasini soliqqa yetkazgan zarar deb 806 millionni bir oy ichida tez to'lasangiz, sizga ham yaxshi bo'ladi, menga ham yaxshi bo'ladi. Men yolg'on gapirayotganim yo'q. To'g'ri tushuning. Shu bilan qutulasiz dedi. Boshqa gap bo'lmaydi. Ishxonangiz yana ishlab ketaveradi dedi. Men to'plangan mablag'larimni, dividend pullarimni, 4 ta avtomobil bor edi, ularni sotdim. Qo'lga nima kelgan bo'lsa 806 millionni naqd pulda bir oy ichida to'ladim. Zarar qoplandi. Hisob raqamimdan yana 117 millionni penya qilib hisobladi. Yaqin 1 milliardni bir oy ichida to'lab bo'ldim. Undan keyin yana oradan 1-2 oy o'tgandan keyin endi menga 20% sanksiyon jarima qo'llashdi. 3 milliard 200 milliondan oshiq jarima qo'lladi. 6 oydan beri hisob raqamim yopilgan. Men davlatdan 1 so'm pul olib, yo kredit pulni olib yeb tashlaganim yo'q. Davlatdan 1 so'm pulni olganim yo'q. Bankka ziyon yetkazganim yo'q. Lekin hisob raqamim 6 oydan yopilgan hisobiga yaqin 300 milliondan tushayotgan pul daromad hammasi soliqqa ketyapti. Men ishxonam hozir bankrotlik holatiga yetib bo'lgan. Mahsulotni qarzga olyapmiz. 3-4 oydan beri oylik bera olmayman. Yaqin har oyda 25 million soliq to'layman. Ishchilarim 3-4 oydan beri oylik ololmayapti. Lekin hali ishini joyini yo'qotganimiz yo'q, ketishgani yo'q. Umid qilib turishibdi sizdan. Men birinchi instansiya bo'ldi, xo'jalik sudiga murojaat qildik. Birinchi instansiya ham, ikkinchi instansiya ham, uchinchisi oliy sudga borganimizda ham hech kim meni eshitgani yo'q. Eshitishni ham istagani yo'q. Bu meni o'zi ishxonamizni agar balans qo'yimizda 1 milliardni ham tashkil qilmaydi. Ishxonamizni sotgan taqdirimizda ham hozir ishxonamiz mulkka qaratilgan. 10 yanvarda sud qarori bor. Hozir 10 yanvarda sudga chaqirilgan.
ishxonamiz yopilish arafasida turibdi. Bankrot bo'ldik. Ishxonamiz bo'ynigacha qarzga botgan. Uchala instansiyada ham yaxshi murojaat qilinmadi. Bizga nisbatan men Oliy xo'jalik sudida raisini birinchi muavini hurmatli Isaqovga murojaat qildim. To'g'ri ular yaxshi qabul qilishib oldi. Arzimni eshitishdi. Lekin u odamda aytishicha men hozir to'g'ri bo'lib bu uchala instansiya noto'g'ri ekan. Bu yerda 100 ta odam ko'chada qoladimi, ishsiz qoladimi, boshqa bo'ladimi, sud qarori to'g'ri qabul qilingan. Kechirasiz o'rta Isroilov, men hech narsa deya olmayman dedi. 1,5 keyin ko'rib chiqamiz deb Toshkentga 2 marta bordim. Qabulga kirmoqchi bo'ldim. Qabuldagilar aytdi, sizni shikoyatingizni faqat shaxsan raisning o'zlari ko'ryapti, bemalol yaxshi bo'ladi sizga nisbatan dedi. Aksincha yaxshi bo'lmadi, yana murojaatda sizni bu narsalar qondirilmadi, shu bo'yicha qoldi deb jo'natib yuboribdi hurmatli Isaqov. Prezident devoniga bordim, u yoqqa murojaat qildim, portalga yozdim. Ular aytishdi, Bosh prokuraturaga, Oliy xo'jalik sudiga murojaat qilishingiz mumkin dedi. Murojaat qildim, lekin ulardan javob kelganda shahar viloyat prokuraturasiga jo'natdi. Bosh prokuratura, viloyat prokuraturasi biz tekshirib chiqdik. Agar bizni nimamizdan qolmasangiz, yana bosh prokuraturaga murojaat qilishingiz mumkin dedi. Portaldan kelgan javob Oliy xo'jalik sudiga murojaat qiling dedi. Oliy xo'jalik sudiga murojaat qildim. Bu yerdan javob o'ta sovuqqonlik bilan kelyapti. Hozir 10-yanvarga biz ishxonamiz yopilish arafasida. Biz ishxonamiz bilan hammamiz ko'chada qolishimiz mumkin. Iltimos sizdan murojaat qilgan bo'lardim. Shahrimiz hokimligi, viloyat hokimligi, lekin bizni shunchalik shaharda qilayotgan ishlarimizni, tadbirkorligimizni yaxshi taqdirlar rag'batlantirib kelyapti. Bulardan xursandmiz. Viloyat hokimidan bo'lib ham mana mustaqilligimiz 25 yilligiga ko'krak nishoni bilan taqdirladi. Bular bizni ko'ryapti, qilayotgan ishlarimiz, sa'y harakatlarimiz. Rahmat bularga. Lekin bu Oliy xo'jalik sudi tomonidan qilayotgan narsalarni biz tushunmayapmiz. Hech qanaqa biron bir qadam yaxshilik qilish rejasi yo'q bularda. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan yordam so'raymiz. Bizning ishxonamiz yopilib ketish arafasida. Meni iltimosim xo'jalik sudi qarorlarini qayta ko'rib chiqishini va qonuniy yordam ko'rsatishini iltimos qilgan bo'lardim.